Assalomu alaykum qizlar, hammaga xayrli kun. Qizlar, qaranglar, bizga nima keldi. Buni Xitoydan zakaz qilganmiz, lekin o'zimizda ham bor ekan. Sifatini bilmayman, to'g'risi qanaqa. Realda men ko'rmadim o'zimiznikini. Xitoynikida mana ko'rib turibsizlar qanaqaligini. O'zimizda mana setkasida mana narsalari borligini ko'rmadim. Ichi mana ikki xil bo'ladi. Xohlasanglar mana bunaqa qisqich qilib qo'yasizlar, xohlasanglar xuddi shu joyga abadok tiqib qo'yasizlar buni qilib. O'zini mana bitta mana rezinkasi bor. Bemalol yo qisqich yo abadok tiqib qo'yasizlar. Kачествосini qaranglar, прям vash tiniq. Hech qanaqani bu joyda nimadir qilgan anaqasi yo'q, aybi yo'q. Shunaqa chiroyli qizlar, qaranglar. Mana klientkamiz to'y uchun, boshlariga taqish uchun zakaz berganlar. Qaranglar. Gullari hozir